Rasulimiz alayhissalom aytadilarki, as-safaru qit'atun minal azab deydi. Yamna'u ahadakum nawmahu wa ta'amahu wa sharabahu fa idza qada ahadukum nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi. Ya'ni Rasulimiz alayhissalom aytayaptilar, safar bu azobdan bir parcha. Agar kimdir safarga chiqsa, demak safarning o'ziga yarasha azobi bor, qiyinchiligi bor. Sizlarni uyqudan tark qiladi, taomdan tark qiladi, ichishdan tark qiladi, yeyishdan tark qiladi. Shunday ekan, safaringizdagi maqsadingiz hosil bo'lgandan keyin tezroq oilangizga qayting dedilar payg'ambarimiz alayhisalom. Safarga chiqqan maqsad hosil bo'lgandan keyin qaytish kerak orqaga. Qancha ko'p yursa, birinchidan mashaqqat ko'payadi, ikkinchidan u odamda gunohlari ko'payib borishi mumkin. Shuning uchun albatta safarga tayyorgarlik ko'rib chiqiladi. Xalqimizda gap borki, musofir bo'lmaguningcha musulmon bo'lmaysan deydi. Mana shu gapda ham bir hikmat bor. Ya'ni musofir degani mana shu safar qiluvchi degani. Safar qilgan odam o'sha safar mashaqqatini ko'rganda sabr qiladi, o'zini ushlaydi, shukri ortadi, tafakkuri ortadi. Endi Alloh har xil millat, har xil elat qildi. Hammasini ko'rib shukr qilish kerak. Ana o'shuning uchun safarga chiqishlikda ham o'ziga yarasha taraddudini ko'rishlik kerak.